Qandli diabetda eng xavfli mahsulotlar. Assalomu alaykum. Men endokrinolog shifokor Qudratova Marhabo Shavkatovna. Bugun sizlarga qandli diabetda eng xavfli bo'lgan mahsulotlar, ya'ni sabzavotlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bizni kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu xavfli mahsulotlarga kartoshka, sabzi, qovoq hamda lavlagi kiradi. Bu mahsulotlarni qanday pishirilishi, qay tarzda iste'mol qilinishi juda ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari sizlarga glikemik indeks haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Glikemik indeks bu oziq-ovqat mahsulotlarini qondagi qandni ko'tarish ko'rsatkichi hisoblanadi. Birinchi mahsulotimiz kartoshka. Kartoshka pyure hamda kartoshkani qovurilgani glikemik indeksi yuqori, ya'ni 90 ga teng hisoblanadi. Bu degani qondagi qandni tezda ko'tarib yuboradi. Bu mahsulotlarning xavflilik darajasi oq non, bulchkaga teng hisoblanadi. Bu mahsulotlarni qanday iste'mol qilish kerak? Haftada bir marta kartoshka 100 gram kartoshka pyureni gulkaram yoki zelenlar bilan birgalikda iste'mol qilish sizning sog'lig'ingiz uchun xavfsiz hisoblanadi. Keyingi xavfli mahsulotimiz bu sabzi hisoblanadi. Agar sabzini pishmagan holatda, yangi, sveji holatda yeydigan bo'lsak, bunda glikemik indeksi 39 ga teng. Uni qaynatilgan yoki qovurilgan yoki dimlangan holatda iste'mol qilsangiz, glikemik indeksi 85 ga teng. Ya'ni bu mahsulot ham tezda qondagi qandni ko'tarib yuborish xususiyatiga ega. Bu mahsulotni siz salat holatda, pishirilmagan holatda, sveji holatda zelenlar bilan birgalikda iste'mol qilsangiz, bu sizning ichaklaringiz uchun ayniqsa foydali hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu lavlagi hisoblanadi. Lavlagini ham sveji holatda iste'mol qilinsa, glikemik indeksi 30 ga teng. Agarda uni qaynatilgan holatda iste'mol qilinsa yoki pishirilgan, dimlangan holatda iste'mol qilinsa, glikemik indeksi oshadi, ya'ni u 70 gacha ko'tariladi. Bu ham sizni sog'lig'ingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Uni agarda salat holatda, xom holatda, zelen, oqsillar bilan birgalikda iste'mol qilsangiz, sizni immunitetingizni ko'taradi. Qovoq haqida to'xtalib o'tsak, qovoqning pishmagan holatda yetilganini iste'mol qilsak, glikemik indeksi 25 ga teng. Agarda uni dimlangan, qaynatilgan yoki bo'lmasam ovqatlarga qo'shib pishirilganda glikemik indeksi 85 gacha ko'tariladi. Ya'ni bu qondagi qandingizni juda ham tez yuqoriga ko'tarib beradi. Shuning uchun uni ham pishmagan holatda salat qilib iste'mol qilishingiz ayni muddao hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlar qanday dieta qilasiz desam, bu men kartoshka, sabzavotlar yeyman deydi. Lekin kartoshka ham, qovoq ham sizning sog'lig'ingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Yuqorida biz qondagi qandni tez ko'taradigan mahsulotlar haqida ko'rib chiqdik. Endi glikemik indeks past, ya'ni qondagi qandni sekin ko'taruvchi yoki unga xavf solmaydigan mahsulotlar ham mavjud. Ya'ni bularga nimalar kiradi? Zelen, ukrop, kashnich, sendri, karam, gulkaram, piyoz, qalampir, bodring kabi mahsulotlar sizning sog'lig'ingiz uchun, ichaklaringiz, immunitetingiz uchun juda ham foydali mahsulotlar hisoblanadi. Biz yuqorida glikemik indeksi yuqori, xavfli bo'lgan hamda glikemik indeksi past, xavfsiz bo'lgan mahsulotlarni ko'rib chiqdik. Agar sizda diabet bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotlarni o'zingizni endokrinolog vrachingiz bilan suhbatlashgan holatda nazorat ostida iste'mol qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Vatan tibbiyot markazi hamda endokrinolog shifokor Qudratova Marhabo Shavkatovna bo'ldi. Bu videoni o'z yaqinlaringizga, diabeti bor bo'lgan bemorlarga jo'natib qo'ying.